Uni Olmaydi degan. Videoga olmaydi. Mayli olaylik. nima qilyapti bu? O'zingiz bilasizmi qilayotganini? Nima qilyapti? Nima qilyapti? Nimaga ichkaridan ildirib olib, men to'ydan kelishimni kutib, xondoqdan ostida yotibdi. Yursin. Uxlab qolibman deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi men? Siktirgani yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. Ya nimaga? Hozir ko'zingizni oldida siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda Yo'q. siktiraman. Meni gam deyishdi. Mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Ya nimaga mening uyimga kirding? Hozir xotiningni oldiga meni olib borasan. Tushundingmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan hozir. Kelishdikmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan? Mayli, sazmo etak bo'shatmay. Yo'q, mayli uni. Umr. Sen tuzingga siskay seni bor-ku. Qoningga siskay seni bor-ku. Ikko'miz og'ayin. Bilasanmi? Enang mening ammamning qizi bo'ladi. Sen shupurta jib yursanmi? Bunga birov gapirsa mening, to'xta, biz og'ayin bo'ladi bu. Deydigan emasmisan? Misol, meni ko'chada birov gapirsa, urushsa, uni o'qisa, menga hazmigida akorlar ketyapti. Sen og'ayin bo'lib turib shupurta jedingmi? Ha? siz menga qarang. Nima qilib o'tiribsan sen bu yerda mening uyimda? Nima qilyapsan? Ha? Siz qo'sha-qo'shadan gapirasini gapirdingmi? Umar kiryapti bir marta. Birinchi marta kirishim Umar. Ha? Sen kirmabdi. Bu yer kirmabdi. Men qayerdan bilaman? Bilmaysizmi? Yo'q. Erkak bo'lsa-da, mujik bo'l. Bilgan po'qingiz. Yo'q. To'xtab tur. Sen nimaga mening ruxsatimsiz meni uyimga birovga kirgizasan? Men uyim bu. Nimaga mening ruxsatimsiz mening uyimga? So'rashim kerak. Xohlaganingizni qing. Men bo'ldi. Siz menga Ulug'bekda o'ynash keldingizmi? Olavering deyman. Men qo'rqmayman. Kamera, uchastka yurib meni qo'rqitmang. Bo'ldi. Ha. Qo'rqadigan narsani men yo'qotib Yo'q. qo'yaman. Yo'q, nima qildi? Tushunasizmi? Men qo'rqadigan narsani yo'qotib qo'yaman. Sizga mana shu kerak edi. Men atay qildim shuning uchun. Nimaga mening uyimga kirding? Mana meni uyim mana bu. Turibman aka. Mana meni uyim. Shunchalik endi odamni yerga past ko'rib dedimi? Yo'q. Yo'qkan siz o'zingiz bilmasangiz. Xotinni chaqirasan. Mana Olmaydi degan. Videoga olmaydi. Mayli. Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq bilan yashash mumkin? Qanaqa erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishlik mumkin? Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos, menga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Men o'g'lim yolg'iz boquvchim. O'g'limdan boshqa hech kimim yo'q meni. Meni sotmagan narsam qolmadi. Bolamni davolatishga imkonim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan saxovatpesha insonlar, iltimos menga yordam beringlar. Farzandimni davolanish uchun doktorlar 15 million pul so'rashyapti. Meni bolamni shu davolanib ketishiga yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Sizlardan iltimos, farzandimni qo'li qurib qolmasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh yo'lida menga yordam beringlar. Ihsonlaringni Alloh jannat bilan siylasin sizlardan.